Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Hozir sizlar bilan kecha kelgan mahsulotlarimni birma-bir tavsiya qilib bermoqchiman. Bu guarana kofesi. Buni уже ko'pchilik biladi, nima uchunligini. Guarana kofesi organizmda shlaklardan tozalash xususiyatiga ega, ortiqcha yog' qatlamlarini olib tashlash xususiyatiga ega, kun davomida sizga energiya beruvchi, quvvatni tiklovchi, diqqatni, xotirani jamlashda yordam beruvchi mahsulotimiz hisoblanadi. Bu bilan birgalikda mana bu guarana gelini ham xarid qilganman. Bu tashqi tomondan yog'larni parchalab tashlashga yordam beradigan vosita. Buni yog' qatlamlari bo'lgan joylarga surkab, ustidan strichlab qo'yib turib, nima qilganda, qo'llanganda juda ham tez effekt berishi aytib o'tilgan. Buni xohlasangiz kofeni ichib, buni yog' qatlamlariga kerakli joylarga surkab turib, siz fizический harakatlar bilan shug'ullansangiz, ya'ni ki sport mashg'ulotlari bilan yoki zumba bilan shug'ullansangiz, yana ham tezroq samara beradigan mahsulot.